Demak, 1-1-2-3 listeningni ko'rib chiqamiz. Listeningni tahlilni qilamiz. Part 1 dan boshlaydigan bo'lsak, birinchi part 1 da ya'ni audio boshlamasdan oldin bizga 30 sekund vaqt beradi. Shu 30 sekund ichida hamma savollarni bir-bir ko'rib chiqishimiz kerak, 1 dan 8 gacha. Masalan, "No, I didn't go. I think it's tomorrow. Yes, it was amazing." Mana A bilan S'da o'tgan zamondan narsani aytar ekan. Masalan, "Qayerga bordingmi?" deb so'rashi mumkin. A aytyapti, javob beryapti, "Yo'q, men bormadim." Yoki nimadir yaxshi bo'ldimi, yaxshi bo'lmadimi? O'tgan ya'ni o'tmishda narsalarni aytadi. O'tgan kun deyishi mumkin, o'tgan chorshanba deyishi mumkin va mana B javobda bo'lsa hozirgi zamon turibdi. Ana shularni sizlar aniqlab chiqishimiz kerak chalg'itadigan narsalarni. Masalan, qachon Annaning tug'ilgan kuni desa, I think it's tomorrow bo'ladida. Bu bittasi hozir zamonda, ikkitasi o'tgan zamonda turibdi. Shu narsani aniqlab olsak bizga oson bo'ladi. Mana shu boshlanmasdan oldin qog'ozda ruchka bilan tezlik bilan belgilab ko'rib chiqishimiz kerak ana shunday 8 gacha. Keyin boshlangandan keyin hamma javob 80 topish kerak. Prosta bu bonusda 1 dan 8 gacha maza qilib topish kerak bularda. Keyingisi, bunga keladigan bo'lsak, birinchi arda ham bilib olamiz. Bu yerda nechta so'z yozishimiz kerak? Bitta so'z yozishimiz kerak yoki bitta raqam yozishimiz kerak ekan. Aha. Nima deyapti? Hotels in National Park, Milliy bog'dagi mehmonxonalar. Birinchisi Marston Hotel. Birinchisi Marston mehmonxonasi ekan. Good for people who like. Demak, nimanidir yoqtiradigan odamlar uchun zo'r ekan bu. Demak, nimanidir yoqtirish kerak ekan odamlar. Aynan bizga like ni kutib turishimiz shart emas. Odamlar shunga qiziqadi, unday qiladi, bunday qiladi deb aytib ketishi mumkin. Mana shu like ga paraphrase bo'ladigan, bir xil ma'noni beradigan so'zni biz taxmin qilishimiz kerak kelishini. Keyingisi, if you ask, the hotel will make you a. Demak, agar biz so'rasak, shu yerda mehmonxona nimadir qilib berar ekan, nimadir yasab berar ekan. Shuni ko'ramiz. Keyingisi Bristol Hotel ekan. Price includes. Narxi o'zini ichiga olar ekan nimanidir. Ferndale Hotel, good view of nimaningdir view, ya'ni ko'rinib turar ekan derazadan. Masalan, aytish mumkin. Bu speaking ham gapirish mumkin-da. Masalan, I would like to live in an apartment overlooking a bay. Deb qo'yagan. Masalan, men apartmentda yashashni xohlayman. Bay degan sohil. Sohilga qarab turgan, derazadan sohil ko'rinib turadigan apartmentda yashayman deb aytib ketish mumkin. Mana shu yerda overlooking ni ishlatish mumkin. Mana shunday ham good view bor deb masalan bu mehmonxona deyish mumkin. Overlooking ya'ni has a good overlooking of bay yoki beach yoki shunga o'xshagan narsalar aytib ketish mumkin-da. Keyingisi Fairtrade Hotel haqida gapirar ekan. Demak, has won prizes for its. Demak, shu hotel o'zining nimalardir uchun yutgan ekan. Nima deydi? Sovg'alar yutgan ekan, prizlar. Price of a double room on their first day. Ularning birinchi kunida deyapti, ikkita xonaning narxi shuncha bo'lar ekan. Ketiga eshitamiz endi. Part 2. Part 2. You will hear someone giving a talk. For each question, fill in the missing information in the numbered space. You have 30 seconds to look at the questions. Now, we are ready to start. Thank you for calling the National Park Hotel Information Line. We're going to tell you about accommodation in Upton, Lakeside and Loughton. First in Upton is the 3-star country house hotel, the Marston Hotel, which is in a wonderful position and is especially suitable if you enjoy walking. A double room will cost Especially suitable and nimadir dedi. If you deb ketdi. Mana odamlarni
bizga qiyoslab ketdi mana. Odamlarda if you deb qo'yibdi. If you like the enjoy deb ketdi mana. Enjoy bu yerga aytdi, javobda aytdi walking deb ketdi. Walking. Mana xuddi shunday bo'ladi. Agar deyapti, siz walkingdan enjoy qilsangiz, siz uchun suitable deyapti. Mos deyapti. Bu yerda like to enjoy deb ketyapti. Mana shunday ma'nosi bor so'zlar topishimiz kerak. Butun gapni o'qib turib, ana shunga ma'nosi bilan tushadigan gapni topib olib, shundagi javob topib qo'yishimiz kerak-da bu yerga. Gap feeling o'zi xuddi shunday. Part 6 da ham xuddi shunday. Part 6 da faqat sal murakkabroq bundan. Demak, endi davom etamiz. From £158, including meals. You can request a picnic lunch if you're going out on the hills all day. The phone number to ring. Agar siz deyapti, you can request deyapti. If you ask deganini you can request deb ketyapti. You can request. Mana you can request deb ketyapti. You can ask a picnic lunch deyapti. A picnic lunch. Bizga aytyapti, mana bunday beryapti javob. Picnic lunch deyapti. A picnic lunch deyapti. Endi picnic degani shu nima deydi, tashqarida yeydigan, lunch degani bu tushlik, obeddagi. Shuni aytyapti. Endi biz bu yerga bitta so'z qo'yishimiz kerak. Bitta so'z qo'yishimiz kerak. Bu yerga ma'noni beradigan so'z qo'yishimiz kerak. Piknik bu yerga sifat bo'lib kelyapti. Sifat bo'lib kelgani uchun bu yerga tushmaydi. Biz bu yerga ot qo'yishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda faqat biz lunchni olib bu yerga qo'yamiz. Lunchni yozib ketishimiz kerak edi. Lunchni yozishimiz kerak edi. Aha. Demak, davom etamiz. Part 2 is 0196 55 469. Our second choice in Upton is the Bristol Hotel, a one-star hotel with just 7 rooms and set in its own pleasant gardens. A double room here is between £70 and £90, with dinner included. The phone number is 019. Oxirida double roomni narxini aytdidagin with dinner included dedi. Dinner o'z ichiga olingan dedi mana. Yes. With dinner included deb ketdi-da. Mana shunday aytib ketdi. Mana bu bunga, ya'ni nima desak bo'lar ekan? Paraphrase bo'ladi desak ham bo'ladi. Bu yerda biz dinnerni olamiz. Dinner. Bu yerda double room narxini aytdi va double room dinnerni include qiladi dedi. Ya'ni double room narxi degan ma'noda gapirib ketdi. Okay. Keyingisiga eshitamiz. Part 2 6 55 592. It's good value, but please note they are closed in January. In Lakeside is the 2-star Ferndale Hotel. There are 15 rooms here, and the hotel is on a hill with a wonderful view of the lake. A double room here. With a wonderful view of the lake. Good view, the wonderful way to get the wonderful view of the lake. Lake. Oncha listening testdan qisman reading testga o'xshab ketadi. Reading ham xuddi shunday paraphrase bo'ladi. Xuddi shunday bo'ladi. Listening ham xuddi shunday bo'ladi. Faqat readingni o'qiysiz, o'qib topasiz bunday paraphraslarni. Listeningda bo'lsa tinglab topasiz. Mana shu. Good view of the lake, wonderful view of the lake. Okay. Here will cost from 130 to 220 pounds. Although that does include use of the tennis courts. The phone number for the Ferndale at Lakeside is 0196 62 2635. The last of our national park selection is at Loughton, just 7 miles south of Lakeside. Here we recommend the 3-star Fir Trees Hotel, which has already won 2 prizes for its English cooking. It has 20 rooms in all and is in a good position for touring in the national park.
Bu degan ikkita, adashmasam ikkita nimanidir yutdi deyapti. Ikkita qanaqadir medalmi nimadir yutibdi. For its English cooking degan. For its English cooking. Englishda o'zini yozib qo'ysak make sense qiladimi? Yo nima deydi? Logically to'g'ri bo'ladimi? Bir ma'noni anglatadimi? Ingliz tilisi uchun endi hotel nima qilmasa kerak, nima deydi? Nima desak bo'ladi? Prize yutib olmasa kerak. Bu yerda cooking bo'lishi mumkin. Cooking. Bitta so'z yozishimiz kerak, mana ajratib olyapmiz ichidan. Endi bu yerga narxini topishimiz kerak. Double roomning birinchi kunda. A double room will cost £185 a night. The phone number is 01786 481 601. Listen again. On their first day degan narsani eshitmadim. Lekin menimcha aytib ketgan bo'lishi mumkin. Shu narsaga e'tibor beringizlar testda. Masalan, bu yerda on their first day deb qo'yibdi. Ular birinchi narxni aytib turib, mana birinchi narxni aytib turib, bu agar nima desak bo'ladi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi olishlaringizga shuncha bo'lib ketadi. Ammo birinchisiga shuncha bo'ladi deb yana boshqa narxni aytib yuborish mumkin. Shuning uchun shunga ehtiyot bo'lish kerak. Bo'ldi, shu part 1 bilan part 2 tahlili shu.